Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasam biz 3-oy 16-mart 2025-yildagi Weekly Outlook haftaligini boshlaymiz. Ya'ni bugungi mehmonlarimiz yana Chumoli Trader va Islom Kilichev akamiz. Bugun Islom Kilichev akamiz iloji boricha maksimal darajada odobli shaxs bo'lishga harakat qiladilar. Xudo xolasa, shu bilan Picasso YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Yangiliklar bundan bagi chiqishni boshlaydiki, kamaymaydi, xudo xolasa. Unda bugungi haftalik analizni maksimal darajada tezroq va qisqa va lo'nda chotki qilib tushuntirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni kuchli treyderlar shu insonlar bilan hozir Discordda live'da o'tiribmiz. Xudo xolasa, undan tashqari Islom akam ham juda ko'p odam so'rayapti, Telegramga qaytarish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Islom akam ham oxirida bunga qisqa nimaga Telegram kanalini o'chirganini qisqa tushuntirib o'tib ketsa, biz bunga ham juda ham xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Weekly Outlook tugagandan keyin oxirida. Unda so'z navbatini Hayot akamga beramiz va haftalik tahlilni birgalikda 3 ta inson tahlil qilishni boshlaymiz, Shunga nima deysizlar? Go. Zo'r bo'ladi. Go. Assalomu alaykum. Hurmatli Picasso YouTube kanalining a'zolari va Telegram kanali a'zolari. Barchalarga yangi hafta, kelayotgan haftani omadli kelishiga tilakdosh bo'lgan holatda bugungi haftalik Outlook'ni boshlaymiz. Davay. Tak, unda bo'lmasam funtdan boshlaymiz, akalar. Islom akaga ham beraylik ba'zi. Давай, Islom aka, Astromax. Давайте so'z navbati sizning. Yo'q, men hayajonlanib ketib qoldim-da. Endi men endi ikkinchi marta bunaqa video, kuchli treyderlar bilan endi ikkinchi marta video olyapman-da. Treyder. Nima gap? Kuninglar xayrli va barakatli o'tishini tilagan holda yakshanba oqshomida sizlar bilan 3000 shkitor Atos Patos Aramis. Chumoli Picasso Arcosmish, bilet. Astro Marcos. Charchamayapsizlarmi, zo'rmi? Zo'r. Xo'p, Weekly Outlook'ni sizlarga taqdim qiladigan bo'lsak. Menga she'r not allowed deyapti. O'zingiz boshlavering, men oxirida Nasdaq qilib beraman. Yo'q, da. Yo'q, o'zi men sizlar aytasizlar, men o'tqizaman. O'sha dechmutliga aytsalaring, men o'shanga o'tkazib tushuntirib, baribir birimizni yaxshi tushunamiz, o'rgatib ketaveramiz. Taqdi bo'lmasam funt bilan yevroni naqaga beraylik, Hayot akamga, keyin oxirida Nasdaq bo'lmasam Islom akam. Bo'laveradimi? Da, shunday qilaylik. Davay, go. Agar Hayot naqani Islom akamni yoki meni o'zimni fikrim bo'lsa ham, o'sha analiz davomida bitta gapirib o'tib ketaveramiz, bo'lmasam. Yes, of course, my friend. Bo'ldi. Davaydi, boshladik bo'lmasa. Chumoli aka, Hayot aka, boshladik bo'lmasa. Siz ham ketdik bo'lmasam. Davay. Xo'p, sizdan bitta narsani iltimos qilib qolardim. Ya'ni o'tgan hafta qanday analiz qilgan bo'lsak, target nuqta hali ham o'shanday ochiq turibdi. Ya'ni bizda BPR zonasi bor edi, adashmasam yuqoridada. Narxni tortish mumkin bo'lgan zona. O'shaning uchun hozir iloji boricha mana shu daily time frame olib o'tishingizni iltimos qilaman. Xo'p, dailyga olib o'tdim. Xo'p, agarda hozir mana shu dailyda o'zida ko'radigan bo'lsak, bizda shu yerda o'zida, ya'ni narxni ozgina kattalashtiradigan bo'lsangiz, SMT lar mavjud, ya'ni Euro USD bilan lowlarda. Da, lowlarda. Kunlik, bo'ldi, tushunarli. Demak, bizda kunlik lowlarda SMT bor. SMT mavjudda. Yana da deyishni boshladi be. Diktoringizni qo'ying. Xo'p. Bu nimadan dalolat beradi? Men o'zi FEG gacha narxni korreksiyasini kutayotgan edim, lekin hozirgi holatda u FEG gacha korreksiya menga ikkinchi darajali bo'lib turadi. Ya'ni mana shu pastdagi o'rtadagi FEG'imizgacha. U yer men uchun ikkinchi darajalik zona hisoblanadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchidan ana shu hozirgi birinchi belgilagan zonangizda liquidity sweep bo'lib turib, FEG dan reaksiya oldik. Undan keyin biz уже bullish holatni ko'rsatib berdik, ya'ni buqalarni qo'li nima keldi? Ustun keldi. Undan keyin bizda hozir Euro USD bilan SMT bor. Mana shu GU da endi 4 soatlikka olib o'ting. Mana shu SMT qilingan lowga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda ichki likvidlikni yechdikda, yechganimizdan keyin FEG dan yana reaksiya olyapmiz. Demak, bu FVG bizda baribir narxni kuchlilik qilib, shu bilan 46 marta ushlab qolyapti.
Xuddi shunday, xuddi shunday. Hozirgi holatda, katta ehtimol bilan mana shu zonadan yuqoriga ketamiz deb o'ylayman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, judayam chiroyli low resistance liquidity zonamiz ham, paydo bo'lib qolgan. O'shaning uchun, Da, keyingi hafta agarda target qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, aynan ana shu zonani, manimcha target qilish, ya'ni birinchi take profitni ana shu zonada olish manimcha maqsadga muvofiq bo'lib qoladi. И a, undan tashqari, hozirgi mana shu turgan joyidan hozir mana primoy chap tomonga FEG'ni umuman tortib keting-da, u orqaga Xitoyga, Hirotga qarab. Ketavering, do konca keting. Ana shu yerda yo'q, endi narigisi qarama-qarshi devor turibdi. O'ng tomonda, o'sha zona. da, Agarda ana shu zonaga qaraydigan bo'lsak ham, bilmayman sizda bormi yo'qmi? Ana shu yerda, judayam, chiroyli haligi gap bor edi. Ya'ni mana shu yerda, hmm, FEVG xullas ushlab qolyapti mana shu darajani. da, man, Adashmasam, haftalikda yoki bo'lmasam dailyda zo'r ko'rinadi bu holat. da. Manda Delida anaqani o'zida ko'rsatmaydi. Bizda Balkim. Ha, da sizda biz ko'rsatyapti. bizda hozir Lekin xuddi shunaqa holat. Delidagi obbidan reaksiya deb olsa ham bo'ladi manimcha. Hobbidan Da, shunaqa desa ham bo'laveradi. No, da, endi shunaqa kuchli daraja bor demoqchiman. da. Xo'p, Endi 1 soatlikka olib o'taymi? 1 soatlik yo'q. Endi anaqa 15 minutlikka olib o'tasiz. Bo'ldi, okey. 15 minutlik. Xo'p, endi man, birinchi navbatda entry nuqtani qayerdan ko'ryapman? Agarda bizga yaxshi tasdiq bo'ladigan bo'lsa-da, bizada hali, MSS sodir bo'lmadi. Yo'q, u yer hozircha past. Hmm, Qarang, ana shu yerda yaralgan OB bor-ku. Mana shu lowdagi OB. Ha, o'sha lowdagi OBdan men entry qilib ko'raman. Faqatgina bu, kelaveradigan vaqti, London sessiyasi Silver Bulletga to'g'ri kelishi kerak yoki da, bo'lmasam New Yorkdagi, Killzone'ga to'g'ri kelishi kerak. Agarda mani, planimga to'g'ri keladigan bo'lsa, ana shu yerdan entry qilaman yoki bo'lmasam narx bir marta ana shu zonani shunchaki sweep qilib turib, ana da. o'shandan keyin reversal berib turib ketish ehtimolligi bor. Da, endi Shunaqa. asli GUIga qo'shimcha naqa bor, ideya bor. Agar bu zona agar range bo'lib, bunday bo'lib turib bizdagi dushanba kuni New York yoki kelib berib turib mashina ketsa, keyingi tochkalardan qo'shilsa, bizga ya'ni bu tochkaga xavfsizroq bo'ladi, ideal bo'ladi deb o'ylayman. Men o'zim ham как раз ikkinchi hali entrydan qo'shilsa dedingiz-ku. Xuddi shunaqa. Da. Xo'p. Keyin unga yana bitta plus ideya bor. Menda 1 soatlikda ideya bor. Men hamma yoqda o'chirib turaman. Hozir bizda buy side liquidityni bekorga bunaqa liquidity qoldirmaganda, bu balki yetmay qolishi ham mumkin. Mani o'zimning shaxsiy fikrim, agar bizdagi tochka, ya'ni bizdagi OB tochka narxda agar ushlab qolmasa, ya'ni o'zini metdagi lowini yetib turib, juda teparoqdan, ya'ni OBdanmi endi qayerdan bo'lsa ham reaksiya olibdi, pastga tushib agar bu lowlar naqa qilinmasa, ya'ni bizdagi Buzib qo'yadigan da bo'lsa. da da 4 soatlikdagi lowlarni buzib qo'yadigan bo'lsa, bizdagi entry уже dailydagi FVGlarga bo'lib qoladi avtomatik. Bu zonalar reaksiya olib turib, agar OB hurmat qilinmasa, qaytishidan, ya'ni mana buyoqdagi IFVG zonalardanmi, birorta zonalardan keyin sel qiziqsa bo'ladi, ya'ni mana o'zingiz chizgan zonaga. Bunaqa entry bilan. Xuddi shunaqa. Va Bu o'sha mani ikkinchi darajali. da ya'ni bu zonani biz bu ikkinchi daraja weekly outlook ko'rayotganlar uchun, ya'ni bizdagi OBda low buzilgandan keyin уже bayga qiziqmaymiz, ya'ni biz pastdagi FVGga ataka qilishga harakat qilamiz. Bu ikkinchi darajadagi entry. Birinchi darajadagi entryni Shunaqa. ko'rsatdik. Bizdagi nimaga ikkinchi darajadagi entryga agar bu entrymiz o'xshamasa, ikkinchi entryga sababam biz market maker modeli bilan savdo qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bizda liquid zonalar qoldirdi, ya'ni buy side zonalar qoldirdi va bizdagi bu zona SMR hosil qilib bersa bizda, bu zonada, ya'ni bu zonada siz aytgan o'sha daily FVG dan SMR hosil qilgandan keyin, ya'ni biz уже metda lowlardan SMT oqtarib turib, ikkinchi korobkadan biz entryga, ya'ni naqalardan keyin biz eventlardan entry qo'shilib olsak bo'ladi, ya'ni bizdagi liquid zonagacha. Chunki bizdagi chiroyli liquid Yes, zona qolib sir. ketgan bo'ladi. Bu ikkinchi darajadagi hafta davomidagi aytiladigan entry. Agar buy side'ga biz hozir endi nimaga ikkita entry qildik? Birinchisi biz SMT bo'ldi. Shuning uchun SMT bo'lgani uchun yaqin o'rtadan buy qidirishga harakat qildik, to'g'rimi? Xuddi shunday. Da, chiroyli SMTlar ko'rib Chunki qoldik. hozircha asos bor-da. Hozir Da. narxni ketishi, aynan mana shu turgan joydan ketishiga asos bor. Endi Euro USDga olib o'tadigan bo'lsak, Xo'p. bu narsani ko'rdik. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Euro USDda shunchaki anaqa 1 soatlik yoki 4 soatlikka olib o'tib keting. Xo'p, bo'ladi. 4 soatlikka men shuni olib o'tib qo'ydim. Yo'q, 1 soatlikmidi yoki bo'lmasam hali hozir. Вот, ona. Da. Qarang.
Shunchaki mana shu yerda o'zida ham, o'sha ideya. Да, Masalan, hozir mana ichki equal low'larni yechgandan keyin 1 soatlik OBdan, да, reaksiya kuzataman bay да. uchun pastdagi, Ya'ni, 1 dona yetimcha svechkadan. da, Э, kichkina. Da, to'g'ri. o'shandan kuzataman. Agar u zonani biz buzib o'tib ketadigan bo'lsak, ya'ni tanamiz Da, bilan buzib o'taylik, eng qizig'i. da, Haligi ba'zigilar novichoklar buzib o'tgan deganda faqatgina uni shpilka bilan buzib o'tganni ham da, hisobga olib qo'yadi-da. da, Tanasi bilan buzib o'tadigan bo'lsa, ye уже pastga. da, da, Daily FEG'larga tushib ketib qoladi. bundayam, mani o'ylashim bo'yicha, xuddi shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni, bu lovni yechgandan keyin bundan entry oladi va tepaga otadi impuls bilan. Ya'ni bizdagi lovlarni, tanasi bilan yopib bersa Aynan. va qaytishiga bu FVG zonalardan savdo qilsak bo'ladi, ya'ni teparoq zonalarga. Agar bu ideya yana o'xshamasa, yana yaxshilab eshitinglar. Bu OB tanasi bilan yopilib qolsa, bekorga, Chumoli trader ustoz, san'atkorlarimiz bekorga buni gapirishmayapti. Tanasi bilan yopgandan keyin bu avtomatski juda impuls bilan yopilib, tanasi bilan yopilgandan keyin bu pidrey zona, ya'ni bizni qaytaruvchi zona, muhim zona bo'lmaydi va biz qaytishiga, verimliroq, SMT oqtarib, metlardan, SMT oqtarib turib, biz savdo qilib olsak bo'ladi. Ya'ni pastdagi zonalargacha va yana aytib o'taman, pastdagi zonalarda SMR oqtarib turib, ya'ni bizdagi equal high zonalarga ataka qilsak bo'ladi. Yana bizdagi, Shunaqa qo'shdim. mani shaxsiy o'zimning fikrim, ya'ni, bu baysayt yechmasa menga idealniroq ko'rinadi. Ya'ni nimaga? Bizdagi equal high'lar, ya'ni likvid zonalar qolib ketadi. Agar birinchisi o'xshab, agar entry bo'lsa, tak ataka qilaveramiz batgacha. Cho'tka analiz kamida 1 ga 5, 1 ga 6 ushlab olsa bo'ladi. Kichkina time frame'da 1 ga 6 gacha ushlab olsa bo'ladi. Ideal anaqa beradi. Agar u ssenariy o'xshamay, bu OB tanasi bilan yopilsa, qaytishiga, ya'ni kichkina time frame'da IFV ga yoki BPR yoki breaker bloklardan, ya'ni sell side zonagacha normalniy hujum qilib olsak bo'ladi. Impuls bilan naqd tashlab bersa kerak, agar bu zona buzilib o'tilsa. Agar aytilgandek o'tilmasa, bu OBdan yetimchadan tepaga bosamiz va, yevro bilan funtda bizda hozircha shunaqa analiz va Islom akam o'zlarini ham, fikrlarini qisqa va lo'nda mana shu joyga bilib o'tib ketmoqchimiz. Islom aka, siz nima deysiz bu ideyalarga? Qo'shilaman men ham. Ayniqsa boyagi GBPSDda M15dagi chimolayotgan joyiga. Da. Chunki qarasangiz, M15da chista o'zini ko'rsangiz, hozir tashiyman. Mm. 1 minut. Da, Discord chatga tashlaysizda, to'g'rimi? Da. Bo'ldi, men Discord chat. Короче, double push bo'lgan GBPSDda. Da. Birinchi sell side yechib qo'ygan. Mana kartinkaning o'ziga nisbatan tepada buy-side qolib ketdi. Chimolayotganda tepaga bitta buy-side'ga borish kerak. ID1da qaraydigan bo'lsanglar, GBP USD ni o'zi OBda normalniy reaksiya ko'rsatishni boshladi. Tepadagini buy-side yechilishi kerak bo'lgan joy bor, 1.29900. O'sha joyda, ana pik bo'lib chiqqan, manipulation bo'lib chiqqan joyda yaxshi reaksiya ko'rsatgan. Weekly'da, monthly'da ikkalasiga ham qaraydigan bo'lsanglar, tepada SMT qilib oqqan. Pastdan hozir SMT qilib ko'taryapti. Boyagi, mana bu buy-side'gacha bo'lishiga sababchi joylardan bittasi demoqchiman-da. O'sha yerga ko'tarib ketyapti. Dixi ham o'sha sal normalniy reaksiya beradigan darajagacha kelib qo'ydi. To есть pastga bitta sell side'ga reaksiya berib, ozgina retestini berib olib yana dalish ketadi sellga. Buyga lekin normal yuradi. O'sha buyga yurgan joyda biz mana yerdagi buy-side yechib, adashmasam H1danmidi, H4dan boya chumol ko'rsatdi, yo o'rtaroqdagi FOV deb turib, measuring gapga to'g'ri keladigan ssenariyga. O'sha joyigacha ular ham EURUSD bilan GBP bitta qolsa, siz ko'rsatgan boyagi chartdagi MMX ham bo'yicha yana chiqib ketishimiz mumkin. Da. Tushunarli. Xo'p, Islom aka, yana, chartni naqa qilamiz, o'zingizga topshiramiz va, menga qaysi time frame'ga olib o'tishlarini chotki aytib tursangiz, men o'sha time frame'larga olib o'taman va, Nasdaqda bizga naqa kerak? Weekly outlook kerak aka. O'zingizdan bir eshitib narsa. D1da kartinkani sal kichikroq qiling-da, orqada FOV PDR bor ko'rasiz. Dollarda. Yo'q, mana shu Nasdaqda. Da. Mana ko'rdingizmi? FOVga kelib reaksiya ko'rsatyapti. Xo'p, bu FOVdan reaksiya ko'rsatyapti. Da, normal reaksiya bor bizda. H1 ga oling-da. Xo'p, H1 ga olamiz. E'tibor bersangiz, mana yerda FOVga, mana bu D1dagi FOVga IOFET qilib, ya'ni ozgina touch qilgan joyi, birinchi tekkan joyi
O'shani lowi, to есть sell side yechilmadi, yangilanmadi. Hmm. Vaholanki u ana SAP 500 da ko'rdingizmi, o'zingiz o'tkazdingiz, o'sha Da. joyda yechib qo'ydi. Da. То есть pizzeriyaga kelib turib, normalniy reaksiya ko'rsatdi. SMT bor, ya'ni biz uzoq kutgan, Da. haqiqiy javobini berish kerak bo'ladigan, reaksiya beradigan joyga kelib, pizzeriyaga SMT qilyapti. Da. I ketdi o'sha joyda. Da. Qaraydigan bo'lsangiz, Nasdaqda mana shu o'zida mana SMT qilgan joy bor-ku, ya'ni load yechmagan joy. Da. O'shani 3 ta oqqan oxirgi svechani yonida oq svecha turibdi, breaker sifatida. O'shanga ham sразу touch bo'ldi. Tushunarli. Endi M15 ga olib o'ting ko'rasiz. M15 da ham yaxshi kartinka. Ну, M5 da bitta ko'raveraylik, ichkilik bitta chunki H1diki normalniy tushadi mana. M5 da mana bu yerda OBI bor, ko'rdingizmi mana? O'sha. Mana bu yerda hozir double perch bo'ldi. Birinchi buy side yechdi. Endi sell side ga qarab ataka. O'sha sell side yechishida manipulation qiladi. O'sha hozir ko'rsatdingiz, bitta qaytaring orqaroqqa. O'sha buy side ga hujum bo'ladi. Keyin shu bilan chatni oching-da. Rasmni ko'rsatib yuboring, H4 da уже MMXM bo'yicha buy model ketadi. H4 da o'zida mana shu yerdagi boyagi qora svecha CSD bo'ladi, yonidagi oqi sразу breaker bo'lib kelib beradi-da. Yo o'sha CSDsiga или же mana bu breakerga touch qilib ketadi. I tepadagi mana yerda turib qolgan, mana shu 21200 ga yaqin bo'lgan mana oxirgi ko'k chizdingiz-ku. O'sha yerda ko'rsangiz oq svecha bor. Ha, o'sha yonidagi chap tarafda. O'sha yerlar ichki likidlar har bittasi hurmat qilinib ketadi-da. Uni tagidagi qolgan mitigation bloklar, tipa breaker blok bo'lib ko'rinayotgan joylar chotki devor qilib MMXM da buy modelni yakunlab beradi. I tepadagi consolidation tugatiladi deb o'ylayapman. Da, demak, bizda hozir meni ham o'zim o'ylashim bo'yicha men ham SMT ko'rib qolgandim-da. Endi baribir Nasdaqda ham ishlashni boshladim-ki, meni qiziqtirib qo'ygansiz Nasdaqda ishlashga. Yo tep olasiz, yo stop olasiz deb. Menda haqiqatda tepada ideal SMTlar deyman, buy site'lar bor-da. Misol uchun, любойni misol uchun buy site qila olsangiz bo'ladi-da. Ekor hayla bo'lib qolgan mana. Ideal, qarang, hayla bo'lib qolgan. Ya'ni bu zonalarga men o'zim ham shaxsiy fikrim haqiqatda siz aytmoqchi, ya'ni mashina bo'lib ketdimikin deb market maker modeli bilan, chunki bizda SMT ham bor, narxi impuls bilan tushgan va bizda pidere zonadan ketgan va SMT dan keyin kuchli impuls bo'ldi. Bu degani men o'zim tushunishim bo'yicha endi buy ishlab ko'rsa bo'ladi degan joyim ekan deyman-da, baribir, to'g'rimi? Yes, of course my friend. Qarang. Shu yerda bitta savol bo'ladi-da, YouTube'da kuzatayotgan yoki bootcamp tepa. Discordga qo'shilgan kommentidagi yangi odamlarga yoki o'rtacha, xullas o'rtacha treyderlarga, intermediate darajadagi treyderlarga nimaga aynan o'sha pizzeriyada olyapti? D1ga qaytib, o'sha pizzeriya tagidagi low, o'sha lowdan hozirgi o'sgan maksimum highgacha o'tay tortsangiz ham bo'ladi. O'tay torting. Tak, lowdan highga. Yo, nariyoqdagi. Yo, nariyoqqa. Bitta o'zi impuls O'shani? bo'lgan-ku. Metdan. Da, o'sha yerda. Okay. Ko'rdingizmi? Da. Ana. O'taga qaramabman. To есть nima demoqchiman? Premium discountni biz kutayotgan extremely juda ham favqulodda vaziyatda ishlatiladigan oxirgi versiyasiga ega bo'ldi. Ya'ni biz uchun oxirgi beradigan pizzeriya sifatida yagona haqqoniy joy shu. Va o'sha joygacha ham yetib keldi. O'sha FV ga tortdingiz-ku, D1da. Da. Teparog'iga qarasangiz, measuring gapga, to есть muqobil qiymati bor bo'lgan, javobini berib ketadigan FV ga javobini berib ketdi-da, qora svecha qoldirdi. O'sha qora svechani pastki soyasini likidi yechilmadi. Narigi birinchi. O'sha ichki likid bo'lib o'zi tortilyapti. To есть ichki likid yechish bahonasida extremely zonadagi, ya'ni oxirgi zonadagi, pojarniy zonadagi, force major zonadagi pizzeriyaga javobini berib ketyapti. Tushundingiz-a? Da. Endi ali bizda misol uchun Nasdaqda mana bunaqa impulsdan keyin bunaqa impulslarga o'rganib qolganmiz. Men ana eski bozorni ko'rib turdim-da. Endi Nasdaqda ali ishlaganingizdan keyin backtest qilib ko'rasiz-ku, nimaga bunaqa impuls bilan narx tushdi deb, misol uchun-da. Men Nasdaqda ishlamagan bo'lsam ham baribir tushundim. Baribir bizda
baribir ICT traderimiz, baribir trendina liquidity baribir buzilib o'tgandan keyin bizda baribir обязательно qaysidir pidere zonaga narx tushishi kerak edi-da. Va daily time frame'da pidere zonalar bizda hammasi yopilib ketgan edi. Lekin bizdagi MFVga undan tashqari baribir pastdagi yechadigan likvid zonalar yig'ilib qolgandi. Xuddi hozir 4 soatlikdek Baysayt ko'rsatgandek Baysaytga o'xshab. Va xuddi biz aytgandek o'sha zonalar yetishdi. Demak, biz hammamiz to'g'ri yo'lda ekanmiz-da. Chunki men shaxsan o'zim ham bu FVGdan tepaga bay ko'rdim-da. Va eski bozorga ham qaraydigan bo'lsak, bunaqa impulsdan keyin, ya'ni bunaqa impuls bo'lib chiqqandan keyin va tashlash bo'lib bergan. Bizda ham xuddi shu narsa bo'ldi-da. Chiqqandan keyin tashlash bo'ldi. Ya'ni bizga tushish zonamiz sel bo'lib tushish zonamiz biz kutgan o'sha pidere zona, ya'ni siz aytmoqchi ichki likvidni yechib, ya'ni pidere zona, kuchli pidere zonadan reaksiya oldi va plus SMT berdi va bizdagi kunlik svecha va ideal yopilib qoldi. Endi bizdagi men o'zim shaxsan fikrim, keyingi target men o'ylashim bo'yicha OB bo'ladi deb o'ylayman. Chunki naqa ssenariy уже bu bilan bizdagi Baysayt tochkaga plus mana shu D1dagi obini o'zi CSD bo'lib qoladi. CSD bo'lib qolsa, demak biz Nasdaqda ishlaydiganlarga hali sel ideya bermaymiz endi bundan bag'iga to'ka bay. Shu mana shu qizil chizdingiz oxirgi CSD D1dagi. Shu joyda shu kartinkani bitta M5 ga oling-da. Ko'rdingizmi? Endi qarang, mana shu yerdagi lokalniy high low bor, impuls bilan ko'tarib yuborgan. O'sha lowdan oxirgi highgacha bitta premium diskant torting. To есть o'ta tortsangiz ham bo'ladi. Lowdan highgami? Ko'rdingizmi? To есть premium zonada joylashgan demoqchiman. Как раз bizdagi bu zona ham yana bitta tasdiq bo'ladi, ya'ni bu zonadan reaksiya olishi. M15 da chiroyliroq turibdi, boyagi OBlar. M15 da OBs kattarog'i, o'sha OBni o'ziga, mana FVG или BPR-chasiga, BPR-chasiga likidchani qo'yib bosib hozir o'g'lim. 1 minut. Tak, Hayot aka, siz bu ideyaga nima deysiz? Yo'q, men o'zi shunaqa ideyadan. O'zi joydan bosib olsa bo'ladi xullas. Qo'shilaman. Demak, bu zonalardan bosib olsak bo'ladi. Shu. Chunki aynan mana shu BPR low yaratgan zonada soat 10 dagi low-da bu. Anaqa New York AM session 10 da yaralgan low. Agarda buni kuzatuvchilar backtest qilib ko'rsa bo'ladi, aynan mana shu soat 10 da yoki bo'lmasam 13 da yaralgan high low'lar juda ham kuchli narx qaytaruvchi vazifasiga ham ega-da. Buni o'sha backtest qilib ko'rgan odam biladi o'zi. Tushunarli. Demak, hammaga rahmat, Islom aka, Hayot aka. Bugun Picasso obunachilariga ham va YouTube kanalidagi obunachilar uchun ham, hamma uchun ham juda manfaatli yordam bo'ladi. O'tgan safar ham esingizda bo'lsa, Chumol aka billalash qilgan naqamizda ham juda ko'p odam ko'ribdi. Почти 1,5 mingtaga yaqinlashib qolibdi prosmotr. Bu degani, demak, kimlargadir foydali bo'lyaptiki, unga bunga tashlab bir-biriga yordam qilyapti traderlar, chunki traderlar o'rtasida konkurensiya yo'q, buni juda yaxshi biladi hamma. Bu kiyim-kechak yoki oziq-ovqat magazini emas, любой odam bu sohadan pul olib chiqib ketadi. Shuning uchun ham Picasso obunachilar uchun iloji boricha tajribali traderlar bilan weekly outlook qilishga harakat qilyapmiz. Bu faqat bitta o'zim fikrim emas, hamma bilan birgalashib, bu kelishilgani ham yo'q. Hozir bundan oldin Hayot aka nima ideya qaysi do'rlab, aka realniy bo'ladi bozorda, davay go birgalashib, agar kim qana ideya ko'rsa, tasir gapiraveramiz dedim vodiychasiga. Va hamma kutgan tilloga. Discord chatda ham yozishyapti. Tillochi edi. Discorddagilar. Davayki bo'lmasam tilloni birgalikda men oylikka olib o'taman, oylikdan bitta chotka analiz qilishni boshlaymiz akalar. Nima deysizlar shunga? Yo'q, oylikda ham menimcha ko'radigan narsani o'zi yo'q, chunki уже hayda buzib o'tdik. Kunlikdan ko'rsa, haftalikdan ko'rsa bo'ladi, lekin birinchi navbatda ko'rib turgan zonamiz OB. Davayt bo'lmasam biz haftalikdan boshlaymiz, bo'lmasa xo'p, haftalik bizda OB, to'g'rimi? Menimcha hozir ko'rayotgan nuqtam ana shu yer. Undan tashqari haftalik time frame'dagi shamchani e'tibor bersangiz bo'ladi. Juda kuchli yopilgan. Bu degani narxda yana harakatni davom ettirish potensiali yuqori. Tepaga qarab. Xo'p, bo'lmasam faqat undan oldin bitta tushib olishimiz kerak-da.
Bo'lmasam ideyalar boshlayveramiz. Bizdagi haftalikda ham breaker blokka to'g'ri kelar ekan. Bizdagi bu OB buzilib, demak bizga breaker blok naqasida ishlasa ham bo'ladi menimcha, o'zim shaxsiy fikrim. Undan tashqari Xuddi shunday. dushanbani prosta o'tkazib yuborish kerakmikan deymanda tilloga. Yo'q, dushanba kuni ishlash kerak. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu hafta xudo xolasa bizda Forms o'shanga Forms yoki bo'lmasam No Farmni dushanba kunlari juda ham aktiv bo'ladi bozor. Harakat qilamiz ishlashga. New York vaqtiga. Xuddi shunday. Tak, demak bizda hozircha bu уже full yechilibdi. bu esinglarda bo'lsa, o'tgan weekly outlookga o'tgan haftada aytib o'tilgan, inglizini bilmasangiz ham qiyin. MMX modeli bo'yicha savdoga kiramiz. Ya'ni bizada OC bor va target 2960 deyilgan va buy side'dan teparoq deyilgan. Va bizda o'tgan safar ham Hayot akam bilan analiz qilganimizda bizda o'sha OC zona, ya'ni bizda SMR va breaker blokdan reaksiya oldi. Narx bu yerda edi, agar o'tgan safar esinglarda bo'lsa va ko'rib turganlaringdek bir kun range bo'lib turib tushib, bizning zonadan, ya'ni bizda FVG zonamizdan reaksiya oldi va AMD modeli bo'yicha bizdagi bu zonadan narx почти 1000 punkt yurdi. 1000 pips u degani bir lot qilsangiz bizda $10,000 bor degani. Bu voy bilan iltimosini aytmang demoqchi edim. Mayli aytib qo'ydik. Signal kanallarda bo'ladi-ya. Agarda siz 001 ochganingizda $16 bo'lardi. Agar 10 ochganingizda $160 bo'lardi. Agar bir lot ochganingizda 1600 bo'lardi. Yo, Ali Orqasidan Discord reklamasi ketadigan. Picasso scam. Signal sotyapti. Signal sotyapti. Yo, ideal yerda lekin gap yo'q lekin. Gap Yo'q, yo'q. zo'r yerda gap so'z yo'q. Haqiqatan ham o'zimiz ham maza qildik-ku ishlab. O'zimiz ham ishladik ayniqsa. Endi Masjiddagi bema gapiravering. Gapiravering aka. Shu yerda bo'pti, kim gapiradi? Siz gapirib keting. Bitta o'ynaymiz. Bo'ldi, men gapirib ketaman masalan. Boshlang. Qarang, aynan mana shu mishkasi turgan joy bor-ku. Ha. Men o'tgan hafta esingizda bo'lsa, anaqa live'dan kutuvdik. Faqat tepadan kirdik-ku biz. Metrodan kirdik. O'sha yerdan kirdik. O'shaning uchun o'sha kutgan zonamizga yana narx qaytadi deb o'ylayman. Ana shu yerda alohida belgilab qo'ying, ya'ni ana shu FEG'da. Bunda juda ham go'zal ichkilik bo'lib turibdi-da. Вообще idealniy turibdi boru. SMT bo'lib qolishi ham mumkin. Haq bilan baribir ana shu zonaga agar keladigan bo'lsa, men to'g'risi yaxshi tasdiq bilan kirmoqchiman savdoga. Ya'ni долгосрочныйga. Men sizni ichingizni tushundimda, endi hozir siz yaxshi tasdiqingiz fullda, to'g'rimi? Shuni. Gap yo'q. Hozirgi yuqoridagi vaziyatga keladigan bo'lsak, agarda meni fikrimga qo'shilmasanglar yetasizlar. Men o'ylayapmanki, hozir ham tepani, ham pastni yechib qo'ydi. Ya'ni hozir mana 4 soatlik holat turibdi-yu, yoki 1 soatlikka olib o'tsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, mana ko'ryapsizmi? Ikkala tomon ham yechilgan. Ozgina menga hali sellga tasdiq bergani yo'q. Katta ehtimol bilan dushanba yoki bo'lmasam seshanba kuni hayd yechadi-da bu. Hayd yechib turib, undan keyin pastga oqishi mumkin deb turaman. Haftalik hayd yasa, bilmayman lekin. Ketmasligi mumkin, ha. Aynan turgan joydan ketmasligi mumkin. Qarang, bizda bo'lmasa raznica yo'q. Misol uchun iloji boricha men o'zim shaxsan maksimal darajada dushanbani o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Tilloda, boshqa paralada emas, tilloda. Chunki kuzatmoqchiman, buni maqsadi nima? Agar bizdagi impuls bo'lib turib tepaga ketsa, bu hay yechilgandan keyin sekin tasdiq bilan qiziqib ko'ramiz. Chunki menda bitta narsa bor-da, narsaga e'tibor berishlarni xohlardim. Bizda kumushda hali baysayt olinmadi-da. Tepada bizda hali OC misol uchun naqa bo'lmadi. Xuddi siz aytmoqchi, sel hali berib bo'lmasligi mumkin. Bizdagi qachon kumushdagi hay yechilsa, keyin sel qiziqib ko'rmoqchiman House-da. Hozir bu dushanba ochilib turib, balki pastga tushib FVGdan reaksiya olar, balki reaksiya olmasdan ketib qolar. Reaksiya olmasdan ketish naqasi ham juda ham yuqori-da, baribir. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bunaqa ssenariy bo'lib qolishi ham mumkin. Bu meni shaxsiy fikrim. Dushanba ochilib turib
bunday bo'lib turib, bunday bo'lishi mumkin va bizda bu zonalarda SMT berib qo'yishi mumkin bunday qilib. Ya'ni house bilan bizda house'da zona uzoq, kuchi yetmasdan, baqa tushmasdan reaksiya olib bunday bo'lib qolishi mumkin va shunda bizda SMT bo'lib qolishi mumkin. Shu narsalarga ham e'tiborli bo'lib qarab tursak, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Chunki kumush baribir tilloqni orqasidan tortib tashlayapti-da. Esingizda bo'lsa, o'tgan safarda kumushga e'tibor berganimizda narx metalligida bir-birimizga aytdik, Baysayt bizda baribir aktual, chunki bizdagi bu OB-dan chiroyli reaksiya olgan dedik o'tgan hafta. Nima bo'lsa ham chotka yurib berdi-ya. Da, 5 tashing. Olamiz. Zo'r yurdi. Gap yo'q. Молодец. Islom aka, house nima ideya? Sizni fikringizni ham eshitaylik. Islom aka. Bila mikrofon yamga tegib ketdi, uzr. House'da pohodu Baysaytda yechib beradi-da, men kutayotgan narsa. H1 ga bitta oling-da. Mana shu iPhone'ga как раз menda ham chizilgan ekan. Hop, mana shu iPhone'ning yonida o'zini shakllantirgan oxirgi OB'si bor, ko'rdingizmi? Goldda, mana shu OB. Yo'q, oqi. Sell uchun OB. Sell uchun, bo'ldi, tushunarli. Birinchi ideya, короче, mana shu joyda o'zidan tashlab yuborishi, ya'ni to'g'ri double porch bo'lyapti. No, ana house'da yecha olmaydigan xarakterlari ham bor-ku. Pistaqlik qiladigan o'yinlari bor-ku. Xuddi shunaqa qilib mana shu OB'ni o'zidan tashlab yuborib, kumush yechib qo'yishi. Ikkinchi variant M5 ga olsangiz tepada OB bor. Hozir aytaman, necha? Mana 29980. Bilet, nima deb yubordim jalab. 2998 ekan. 2998 da. Tak, 9dagi. Soat 9:00 da. Tepadagi. Bitta OB bor. Yo'q, tepasidagi. O'sha. O'sha OB. Ya'ni gold maksimum kelsa mana shu yergacha keldi. Kumush o'sha paytda yechib qo'yadi. Mana tepadagi o'zini external high bor Baysaydiga. O'sha yerda SMT qilib qo'yar demoqchiman-da. Tushunarli. Ну, bano по-любому birinchi ideya aktiv. То есть Baysayt yechib, sal odam bashara model hosil qilishini kutgan yaxshi. Demak, menda ham sizlarga qo'shimcha ideya bor. Qaranglar, menda bu sell site menda juda ham aktual zonada tilloqda. Agar bu mana o'zimning shaxsiy fikrim, agar bu zona ushab qolib, narx pastga tushib yetsa, men keyingi zonalardan low'ni, ya'ni low'ni kuchli tanasini olib bersa, men bitta qaytishiga bu zonagacha ishlab ko'raman. Men o'zimning shaxsiy fikrim. Buy game cho'tkani bor, nima edi? Entry bor. Pastroqda faqat. Mana. Yetimchadan. Mana bu ana boru 29, 16, soat 6 va 12 oralig'ida o'sha sanada. Sal orqaga qayting mishkan. Shu OB. O'sha Hayot akam bilan kutayotgan zonalaring ekan-da bu zona. Ana chatga kirsangiz tashab qo'ydim. Agar atgacha tushib ketsa, misol uchun savol tug'ilishi mumkin-da, bitta manda emas, qolganlarda. Agar narx baqacha tushib ketsa, battan yana impuls bilan o'tib yorishga nima deysizlar unga? Chunki narx impuls bilan normaliy chiqib qo'ydi-da. Hastorga bitta qarang, hastorga oling. Mana shu oxirgi o'sgan highloadni o'ziga ana torting. Nima edi? O'tay. Mana shu yerdan boshlab. Xo'p, okey. Endi men bu zonadan lowdan highga o'tay tortaman. Mana. Da. Hoppa. Bizdagi zona ideal. Endi boyagi MMXM modeli bo'yicha bayda ishlab chiqib ketgan oxirgi distribution harakatlaringiz bor-ku, FVG dan qo'shib olgan joylaringiz, sta chiqib ketgan joy. Da. O'sha joy o'zi measuringga bo'ldi. O'sha measuringga bo'layotgan joyda, как раз o'sha joyda yonida qora svechani likidini yashil svecha yechib ko'rgan bo'lsangiz. То есть pastga tushishga variant qoldirgani yo'q. Asosi yo'q. Da. Tushunarli. Juda maksimum mana shu yergacha tushib, siz tortayotgan mana shu devor bor-ku, то есть FVG mana bu iFVG bar esnar zona sifatida zo'r ishlab beradi bu joylar. O'sha yerga chiqib beradi. Kumush olsangiz, mana shu biz H1 da topgan joyimiz sal uzoqroq joyga to'g'ri keladi. Ya'ni SMT qilib qo'yishi mumkin bo'lgan joyga to'g'ri keladi. Mana shu.
Asha gapdan keyin menga ham yana bitta zo'r idea keldi-da. Misol uchun kumush hozir yechalmasdan bu ham tushib ketsa, haqiqatda kumush bizdagi order blok yoki FVG zonalarimizga yoki IFV ga yoki BPR zonalarimizga kelib, chiroyli reaksiya oladi va kumush impuls bilan tepaga otsa, как раз bizdagi tillo ham bu zonaga kelib qoladi. Billa ikkovsi tepaga qarab yana chiqib ketadi. Ya'ni korreksiyadan keyin impulsdan keyin korreksiyasigacha ishlab turib, yana impulsga qo'shilib olsak bo'ladi. Bayiga. O'shaning uchun ham boyagi obi tipa asosli o'rinli deb oldimda, ya'ni pastgacha tushib ketmasligi uchun. Chunki qaranglar, o'zingizlar ham bilasizlar, yaxshi ko'rgansizlar, kuzatgansizlar, double perch modeli bizga MMXMdagi o'sha distribution yo bo'lmasa accumulation fazalarida xizmat qilib beradigan adekvatniy model. Ya'ni SMR bo'ldi, low risk buy yoki low risk sell. То есть общий low risk qanaqadir long или short harakatdan keyin har bitta accumulation yoki distribution reaccumulation yoki redistribution harakatlarida narx bitta ichkilik kitga yetib olgandan keyin impuls bilan o'sib ketadi. O'sha ichkilik kitga yetib oladigan joylar double perchda tipa equal high equal low'larda yetib oladigan joyga o'xshaydi. Bu narsani SMC'chilar ham yaxshi tushunadi. O'sha equal low equal high'lar yechilgandan keyin narx o'zi yechgan likidni teskari tomoni o'sha haqiqiy yechiladigan haqiqiy yo'nalishi bo'ladi. Ya'ni misol uchun birinchi sell side yechdimi, demak uni asl harakati buy side. Sell side bitta manipulation bo'lgan. Oddiy o'sha o'zingizlar bilgan IMD pattern boshqa narsa emas. No IMDni power of string sal advanced level'i, ya'ni murakkabroq versiyasi bu MMXM. Demak, tushunarli. Demak, bugun qattiq analizlar bo'ldi bugun, ha? Qandaydir. Tarixda ko'rilmagan, kuzatilmagan. Bunaqa to'g'risi men hali targiyali ham ko'rmadim. Hali bozorda ham ko'rmasam shuni kam turdi yoqib, to'g'ri kirdim-da. Ajoyib boshqacha bo'lar ekan. Realni o'tirib gaplashib, tushuntirib narsa boshqacha bo'lar ekan. Akalar, Islom aka, Islom Klichev, Astra Markus va Chumol Trader akalar, sizlarga katta rahmat. Juda ham ko'p insonlarga manfaatli bo'lyapti. U weekly outlook chiqqandan keyin juda ko'p odam sizlarga yozmasa ham kerak bo'lsa menga yozadi-da, baribir YouTube kanalimdan o'tib kelib, aka yomon bo'ldi, ideal bo'ldi, akalarga rahmat aytib qo'ying deyshadi. O'tgan safar ham misol uchun Hayot aka bilan keling, birinchisini siz bilan qilaylik, shunaqa mehmon odamlar chaqiryapman, har hafta bitta odam bilan chiqaryapman aka. Shunga ya davay go bo'ldi. Juda ko'p odamga manfaatli bo'ldi-da, baribir. Chunki o'tgan haftadagi weekly outlook juda ham ideal o'xshadi-da, tillo hammasi vashi chotki bo'ldi. Shunga o'zlaring biroz ham obunachilar uchun biroz ham gaplar aytib o'tib ketasizlar va naqani shu bilan haftalik weekly outlookni yakunlaymiz. Hayot akamga so'zni beramiz va Islom akamga berganimizda Islom akam qisqa, iloji bo'lsa qisqa londa kanalni nimaga o'chirib o'tib ketganlarini ham aytib o'tib ketsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Va og'riqli savol bo'ldi. Nima ham derdik endi. Gapni oxirida aytishim mumkin. Ko'p gapirib o'tirmayman. Sababi gapiradigan gapni o'zi qolmadi. Xo'p, keyingi haftaga oladigan narsalar faqatgina TP bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Agarda mana shu kanaldagi, aynan mana shu videoda 200 tadan oshiq like yig'iladigan bo'lsa, biz xuddi shu kontentni davom ettiramiz. Nima demadinglar? Let's go mi? Da. To'xtatmaymiz aka. Kas tashladingiz aka? Yo'q. Kas tashladingiz 200 ta like deb, brat. Ya, mayli. Mayli. Ya Picasso. Men bilaman. Picassoga bo'laveradi. 500 ta deylikmi? Ya, hozir zo'r 200 ta ham aka, zo'r. Maksimalni mayli like bosishmasin, kommentariy addushi bosinglar. Nima bo'lyapti? Meni bir achchiq gapimni aytaymi shu joyiga. Shu joyiga bitta achchiq gapimni aytib ketay. Like, komment, поддержка kelganda. Tamam. Mana tilim qichib qoldi-da, xafa bo'lmaysizlar auditoriya. Hammaga tegishli emas bu. Zat aka bilan o'tirganimizda Dubayda bitta zo'r variant bo'libdi. Sal problemali vaziyat, men bilan bog'liq bo'lgan joyi. Men o'sha paytda lazy bo'lib qoldim-da. Va akani gaplarini hozir hayotda sintez qilib tushunaman, o'zim boshimdan o'tkazyapman. U gapni Zat akaga, короче, 75 yoshli izraellik bitta odam aytgan. Mazmun nima gapti? O'zini qutqarmayotgan, o'ziga o'zi yordam bermayotgan odamga sen qanaqa qilib qaysi kallang bilan yordam beryapsan deydi. Bu har qanday sohaga, har qanday jabhaga, xarakteristikaga, momentga tushib ketadi. Demoqchi bo'lganim, men YouTube kanalimni yopilishini ham sababi shu. Ya'ni odamlarni bir tarafdan o'ylab qaraganda tekin tomoq bo'lib qolishiga men majbur bo'lib qolibman. Nima sababchi bo'lib qolibman. Shuning uchun daji boru like bosishga va поддержка qilishga
erinishyapti, tushunyapsizmi? Da odamlarda o'zi hayot shunaqa qilib qo'yapti-da, odamlar kerak bo'lsa pastga tushgisi kelmayapti-da hozir o'zi aka, zamon shunaqa bo'lib ketyapti-da o'zi. Rivojlanib Pastga tushgisi emas. Aytyapman, o'zini qutqara olmayapti. Da, То есть bu qo'pol qilib aytganda qanaqadir restoranda o'tirib chivi tashab ketadi-yu. ha, Chivi tashab ketmasa ham rahmat aytib ketadi-yu. O'sha rahmatni ham aytmaslikka teng-da. da. Men chiqargan kontentlarni просто hurmat sifatida auditoriyani mana shu o'zbek segmentida именно trening sohasiga bo'lgan, imey ko'rsatayotgan odamlarni bir chig'iriqdan o'tkazib oldim. Va iloji boricha shu o'zim uchun, meni qadrlaydigan community uchun, meni qadrlaydigan odamlar uchun borimni berishga, hech narsani ayamaslikka harakat qilaman bundan buyog'iga. Harakat qilyapman. Boshlangan o'sha. O'shaning uchun Telegram kanali o'chirilgan. Chunki foydasiz. Bu tema bo'yicha alohida bitta podkast qilamiz shekilli, ha? Nima deylar? Da. Shu o'tirayotgan, let's go. Qayerga boramizmi, Saidxon? Bu ancha uzoqroq bo'ladi. Yo'q, davay, qaranglar, bo'ldi mana. Qaranglar, men 1 minutda 40 minut bo'ldi, 1 minutda o'chiraman, anaqani yozib olishdi. Xo'p, qaranglar. Bo'lmasam, like 300 tadan oshsa, davay bitta uchimiz podkast o'tkazib yuboramiz. Shunday. Onlayn shunday podkast. Bu ham odamlar uchun bu anaqada, bab o'zini ichida g'uborni chiqarib, boshdan o'tganlarni gapirishda, bu bittadan imkoniyat berib, har bitta odam yarim soatdan gapirganda ham 1,5 soatlik qo'pol qilayotganda odamlar uchun full psixologiya bo'ladi-da, aka. Juda ham kuchli dars bo'ladi. Rostdan ham. Bu odamlar uchun. Mana xuddi Islom akam aytgandek, bu o'zini hurmat qilganlar uchun va yana aytib o'tib ketaman, shu Weekly Outlook 300 ta like yig'sa, va'da keyingi hafta chiqaramiz, gap yo'q. Buni YouTube'da kuzatib boramiz. Gapi kommentariya u bas, like 300 ta yig'sa bosib yuboramiz. Hammaga rahmat. Picasso YouTube kanalidan hech qachon uzoqlashmanglar. Picasso doim sizlar bilan va sizlarga yordam berishdan to'xtamaydi va meni ham Islom akamning holiga tushirib qo'ymaslikka va'da berasizlar degan umiddaman. Men ham o'chirib yubormay, o'zim bilan o'zim bo'lib qolmay. Обязательно podдержкада bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, charchamanglar. Rahmat.